yatqisi bor yerda yetib, tichqisi bor yerda tichib, erkin yashash kerak, itdek yashash kerak deb qaraydigan bir danliq faylasuf bor. Buningdan 2400 yil burun qadimgi Yunonniki Afina shahrida yashab o'tgan Sokratniki shogirdining shogirdi Diogen. Bu Diogen del bugun biz so'zlamoqchi bo'lgan shu ilk ta'limotininki qurg'uvchisi ekanda bu odam. Ya'ni Chen Ruzhuizhe. Bu odam qadimgi Afina shahrida yatqisi bor yerda yetib, tichqisi bor yerda tichib, siygisi bor yerga siydigan daryoning suyini itdek yalab ichadigan. Mush kunduzlarda yo'lda chirog'ini ko'tarib olib, men haqiqiy dili pok bir odamni izlayapman deb mushundaq yuraydigan. Mushundaq bir faylasuf ekan bu. Bu odamningki tarixdagi eng danliq hikoyasi shu zamonningki imperatorisi Aleksander Ataytin mush odamning oldiga yo'qlab berib, "Ey Diogen, degan, men sen uchun nima ish qilib beralayman?" degan vaqtda bu Diogen o'ziniki birdan-bir mush yog'och desining ichida attap sunib uxlayotgan ekan. "Sen mening aptipimni to'smay, yiroqda" deb javob bergan ekan. Bu vaqtda Aleksanderning qo'g'dog'uvchilari oldiga etilib keladi ekan, lekin Aleksander ishorat bilan qo'g'dog'uvchilarni to'xtatib qo'ydi ekan. Bu yerda Aleksander deydi ekan, "Agar men Aleksander bo'lmagan bo'lsam, men Diogendek erkin yashashga rozi edim" degan. Lekin Diogen "Mening sendek Aleksander bo'lib yashag'im yo'q" deb javob bergan. Demak, bu yerda ikki xil butunlay o'xshamaydigan hayot bir selishtirma bo'lgan. Ya'ni baxtli bo'lishningki bunda ikki xil yo'li chiqqan. Birisi Aleksanderdek yuksak arzudan birini tiklab, tirishib turmush orqali o'zining arzusini amalga oshirib baxtli bo'lish. Yana birisi Diogendek dastlabki hech qanday umid kutmay, pul pichek, mol dunyo, shon sharaf hammadan hech qanday umid kutmay, dastlabki erkin ozoda, xushal, rohat yashash. Albatta biz Diogendek undaq itdek ko'chalarda yurib yashab bo'lmasligimiz mumkin. Lekin masalan bizningki yenimizda 5 qo'y pulimiz bo'lsa, lekin bizning arzuyimiz 6 qo'y bo'lib qolgan vaqtda biz o'zimizni baxtsiz, bekor his qilib kelishimiz mumkin. Lekin bizning arzuyimiz 4 qo'y bo'lgan vaqtda biz yenimizdagi 5 qo'y sababli baxtli bo'laveramiz degan gap. Bu bundan 2400 yil burun o'tgan Diogenning hikoyasi. Amaliyotda bizning turmushimizda Diogendek odamlar oz emas. Men eslab baqsam, mening yurtimda burun Diogendek mushundaq yashagan bir odam bor ekan. Ya'ni bu jul-jul kiyimlar bilan sapoylarni chilib, yo'llarda naqsh o'qib mangadigan divan oshiq bir odam edi bu. Meni dadam davomli "Sen yaxshi o'qimasang, mushundaq divan o'qib qolsa" deb mushundaq tarbiya cho'q bo'lganman. Bu odam boshqalar pul bersa qat'iy olmaydi. Non, zag'ra degandek tamoq bersa, qo'sqa ochib bo'lsa oladi, bo'lmas olmay yuraydi-da. Hozir o'ylasam, bu odam asli mush Diogenninki tarafdori ekan-da, danglik faylasufniki. Hozir o'ylasam, balkim bu odamning bir umr nayt xo'shal, erkin yashab, turmushning keyniga tushgan bizdek bichora odamlarni zanglik qilib yashab o'tib ketgan bo'lishi mumkin ekan-da. Shuningdek, agar shu odamning hikoyasini insoniyat nuqtasidan turib bir odam yozib chiqqan bo'lsa, balkim faylasuflar bizning atrofimizda lekin chiqib kelishi mumkin ekan. Chunki Diogenmo o'zi azaldan bir kitob yozib qo'ygan bir faylasuf emas ekan. Biz uning hikoyasini faqat uningki atrofdagi kishilarningki asarlaridan tushunib olamiz.